بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, bulup mu muhterem süyümlük yaşlarımız, bizninki cemiyetini ıslah kılış ve kelgüsü avlatlarımızga galbilik, neticelik bir yaxşı işlerini meydana keltiriş mesuliyetimiz en mühim mesuliyet. Bu ığır hem mühim mesuliyetini Allah Subhanahu ve Teala burun barılık peygamberlerge en ahırkı peygamberlerinin tügencisi boğan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge tapşırgan en mühim vazife kıyırındaşırımız. Biz bu vazifemizden buldu kılıp ya ki bu vazifemizden vazgeçip ya ki bu vazifemizde kelgen muşakkat ve cepaları karta özümüzni bir chetga apqichib bu dünyada mı ahirette mi her güz mesuliyetimizden kurtulmayız. Bu dünyada özümüz, ailemiz, cemiyetimiz ve bizge tava bo'lgan Müslüman xalqlarning baxtiga, g'albisiga ziyonkashlik qilgan bo'lamiz. Oxiratda Allah Subhanahu ve Teala aldı ki mesuliyetimizga Allah Subhanahu ve Teala aldı ki bizni peygamberlerinin varis kılıp, ilimnin varis kılıp, islahatның, cemiyetini yaxşılıkka çakırış ve yaxşılık bilen tüzeştirişnin mesuliyetini üstümüzge ağan yaxşı ölgülük Müslüman halk buluş mesuliyetimizni ada kılmagan bulumuz ve en ilgar Müslüman yaşladın buluş vazifemizni ilgar ada kılmagan bulumuz. Xuddi Abu Bakr radıyallahu anhu, Osman ibn Affan radıyallahu anhu, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun ki oğlu Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhumlardek cemiyetini, dünyanı ıslah kılıp hem kelgüsü halkıga, kelgüsü Müslüman cemiyetiga ve bütün dünya insanlarga güzel boğan hakikat nurlarını çaşkan ana şundak yaxşı ölgülerini yaratkan yaşladın buluşka tirişçallık kılmasak o vakitte biz ahirette mi Allah Subhanahu ve Teala alıda özümüz ağişimiz dep maksat kılgan hakni özümüz üstümüzge alımız dep vaadi kılgan hakni cayda ada kılmagan bulumuz. Şuna Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge alahide ağırlandırıp Yahudlarının muşundak kılıkını bizde bub qamasıqını ağırlandırıp Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki Estaizu billah Ata'murunan nase bil birri ve tensavna anfusakum ve entum tatlunal kitabe afala taqilun. Sila yaxşılıkka halayıqını buyuram sila. Özanlarını şu yaxşılıkka amel qilish ve özanlar şu yaxşılıkka ölgü bulup cemiyetini ıslah qilishda özanlarını unutup qalamsizlar. Sizlar haqning, nahaqning qaysi ekanligini, ya'ni haq deganga avvalan haqni bilgan kishi oldirab minish lozimligini aqlingni ishitib bilmamsizlar. Deb Allah Subhanahu ve Teala bizni bulupmu mushundaq Yahudlarning aynı vaqtdagi axloqiga o'xshash, aynı vaqtdagi Yahudlarning nachar mollarininki yomon axloqiga o'xshash haqni boshqalarga tavsiya qiladigan, o'zi o'lgi bo'lib, o'zi oilasi, jamiyati va igi bo'lgan xalqini isloh qilishga va ularga o'lgi bo'lib yaxshilikning oldida avangard bo'lishga ahamiyat bermaganlik tufaylidan hattoki yaxshilikni o'zi kelgan vaqtda tashlab qo'yishga va shundaqla yaxshilikning maydonga kelmaslikka ham xalqlarninki tiniqishiga
sabab bo'ladigan ana shundaq nachar qiliq ularni bo'lg'achqa bizni mushundaq nachar qiliqdan alohida ogohlantirganki, demak biz o'zimiz va biz yashayotgan jamiyatimiz va xalqimizga nisbatan ulgu bo'lib turib islohot olib berish bizning mas'uliyatimiz. Shuning uchun bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo alohida oyat tushirib sura Muzammilda. Sura Muzammilning 5-oyatida Alloh taolo deyki, astag'firullah. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Haqiqatan biz ey Muhammad alayhisalom sizning mas'uliyatingizga yana sizga agashgan musulmon ummatiningki mas'uliyatiga ig'ir bo'lgan, mas'uliyati ig'ir bo'lgan bir so'zni tashidiq deydi. Shundaq qarindoshlarimiz biz o'z mas'uliyatimizni tunishimiz, mas'uliyatchan yoshlardan bo'lishga tirishchilik qilishimiz kerak. Biz ilgiriki payg'ambarlar bo'libmi Muhammad sallallohu alayhi vasallamningki mas'uliyatini turib o'zi oilasi jamiyatini isloh qilib kelgusi go'zal dunyo insonlarga yaxshilik natija yarata oladigan bir davlat qurgan qadar, islomiy bir jamiyat qurgan qadar qilgan barliq kurashlarini, barliq islohotlarini o'zimizga o'l qilishimiz kerak qardoshlarimiz. Biz islohot ilib boradigan harakatimizda burunqidek ma'lum shaxsiyatimiz bilan to'xtab qoladiganlar islohotchi bo'lmasdan oilamizga, jamiyatimizga, xalqimizga, hattoki davlat xarakterlik islohot ilib berishga tirishchilik qiladigan e'tiqod, siyosat, ijtimoiy axloq, munosabat va shundaqla bizning tinchlik va jang har turli xalqaro munosabatlarimizdagi barliq axloqimizga va muhojirat zaminida yashayotganlarning hijrat zaminidagi musulmon qarindoshlar bilan bo'lgan muhojirlik axloqimizga va shundaqla yurtimizdagi mazlum musulmonlarningki zulmga uchrayotgan uzundan beri tarixiy jafo mushaqqatga qarta ularni qanday qilganda biz eng g'albilik yo'l bilan baxtga erishtiradigan va zulmdan qutqizadigan yoki zulmni ulardan ko'taradigan yo yengiltadigan yoki ularni oxirgi masakda ozodlikcha qalbiga erishtiradigan bir g'oya nishonda qanday qilsak mangimiz deganlikdan iborat bo'lgan mas'uliyatimizga doim kech kunduz ega bo'lishimiz kerak qardoshlarimiz. Biz mas'uliyatimizdan qetish orqali bir bo'lunga kirilish orqali yoki yomonlash orqali bu dunyodami oxiratdami baxtga erisha olmaymiz. Balki biz mas'uliyatimizni tashlab qo'ysak biz oqibatda Allohning azobiga yo'liqamiz. Bu dunyoda mana shundaq dunyoning har qaysi joylariga qachish, qochqan siri biz o'zimizga ega bo'la olmasak, yurtlarimizdagi barliq mas'uliyatlarimiz va shundaqla hattoki o'zimizning mas'uliyatimiz, o'zimizni saqlab qolish g'oyamizmi tadrijiy yo'qoladigan, singib tugaydigan bir mag'lubiyatga uchraymiz. Shuning uchun bizningki bu Alloh bizga topshirgan dinni o'zimiz va jamiyatimizda amaliy islohot olib berish orqali haqiqiy natijalik bo'lgan bir islohot amaliyatini barpo qilish va shundaqla bizningki siyosiy va ijtimoiy bo'lgan barliq nadonligimizni tugutib biz ilg'or bo'lgan kelgusi avlodlarimizga ulgu bo'la oladigan haqiqiy saviyalik, safolik, ixlosman, samimiy bo'lgan bir kelgusi yaxshi jamiyat, va yaxshi xalq, va yaxshi millatni barpo qilamiz deydigan bo'lsak, cho'qim biz bu hozirgi bizning o'zimiz va jamiyatimizni va xalqimizni isloh qilish mas'uliyatimizni ustimizga olish biz uchun eng muhim. Bizningki bu mas'uliyatimizni olish, buning uchun tirishchilik qilish, yo bizni bu dunyoda qalbiga, oxiratda jannatga kirishtirdi, yoki biz bu mas'uliyatni tashlab qo'yish orqali bu dunyoda mag'lubiyatga, tushkunlikka, o'zimiz va jamiyatimiz, millatimizni vayron qilishga dushmanlarimiz Xitoy kommunistlarning oldida oxiri uli kutgan bizdan
ularningki xo'sh bo'ladigan yomon natijasi bo'lgan bizningki mag'lub bo'lishimiz va bizningki yer sharidimi mavjudimizni, kimligimizni saqlab qolmasligimiz va oxiratda do'zaxda Allohning azobida Allohningki la'natiga yo'liqishimizdan iborat bo'lgan mana shunday echinishlik tragediyadan iborat bo'lgan ikki baxt yoki baxtsizlikdan iborat bo'lgan ikki yo'lning biriga uchrashadigan bir mas'uliyat qilishimiz biz. Biz turayotgan mas'uliyat, biz ustimizga olmoqchi bo'lgan mas'uliyat. Shuning uchun biz mas'uliyatimizga nihoyat qattiq samimiy bo'lishimiz, mas'uliyatimizni ustimizga ilishga tirishchilik qilishimiz kerak. Chunki İmam Ahmed ibn Hanbal radhiyallohu anhuga rahimahulloh alayhi yenidiki hamrohlari İmam Ahmed ibn Hanbal o'zlari rahat amamla, dam amamla degan haqida İmam Ahmed ibn Hanbal mundaq degan: "Men ikki putimni jannatga qo'ymay turib qandoq rahat olaman? Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah faman zuhsiha anin nari va udkhilal jannata faqad faza va mal hayatud dunya illa mata'ul g'urur" degan tursa, har qandoq bir odam do'zaxdan yiroq qilinib jannatga kirgizilsa maqsadga erishgan bo'ladi. Dunyo hayoti faqat odamni aldab maqsadi, mas'uliyati, g'oya nishonidan ozdirib qo'ydi deb Alloh taolo shunday degan: "Men faqat jannatga kirganda andin amin bo'la olayman" deb o'zining mas'uliyatini, o'zining islohot harakatini, o'zining islohot xizmatini davomlashtirishni o'zining hayotining asosi qilgan va atrofidagi qarindoshlarga, musulmon xalqqa mana shunday mas'uliyatini Allohga ushishib bo'g'icha ching turib erish lozimligini tavsiya qilgan qarindoshlarimiz. Mana bu biz hurmat qiladigan bizningki mazhab imomlarimizning 4 imomning birisi. Alloh ustozdan rozi bo'lsin. Shuning uchun qarindoshlarimiz bo'libmi yoshlarimiz biz Alloh subhanahu va taoloninki bizga topshirgan mas'uliyati va xalqimizningki ana shunday Xitoy kommunistlari oldida qo'lida chayilishdan iborat bo'lgan ana shunday haqoratga ushishi ham o'zimizning chet ellar har taraflarda sargardon bo'lib shunday zarbalarga ushishimizdan iborat bo'lgan mana shu har turli jafodan, har turli xo'rliqdan, har turli zulmdan qutulamiz deydigan bo'lsak, biz o'zimiz, atrofimiz, jamiyatimizni islohot qilishga ahamiyat beradigan haqiqiy Alloh taolaning payg'ambarlari va payg'ambar alayhisalom va kimki payg'ambar alayhisalomning izidan olgan yaxshilarningki yo'lini tutib haqiqiy islohotchi bo'lsak, u vaqtda biz dunyoning oxiratning baxt saoatiga erishalaymiz. U vaqtda biz o'zimizni, umrimizni, hayotimizni bekorga o'tkazib solmaymiz qarindoshlarimiz. Shuning uchun biz Alloh subhanahu va taoloning yo'lida o'zi, oilasi, jamiyati va dunyoni isloh qilish uchun ularga topshirgan vazifani joyida ado qilgan payg'ambarlarningki qandoq jafo mushaqqatlarni tatib jamiyatni isloh qilishga tirishganligini, ular qandoq mas'uliyatlarni ado qilganligini, mas'uliyatini qanchalik ig'ir mas'uliyat, yuqori mas'uliyat deb bilganligini tunishib chiqaydi. Bu to'g'riliq Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir qanchalagan payg'ambarlarni o'ttirib qo'ygan. Masalan, Nuh alayhisolatu vasallam o'z xalqini da'vat qilish, isloh qilish, ularni haq hidoyatga chaqirish uchun, ularni ayni vaqtda yashayotgan zolim kofirlarningki, zolim kofir raislarning qulchiligidan, ularni iloh qilishdan, ular ayni vaqtda cho'qinayotgan but haykallarni iloh qilishdan, ular cho'qinayotgan yolg'on qonun siyosatlarni iloh qilishdan Alloh subhanahu va taologa yolg'iz e'tiqod qilishga, o'zining haqiqiy erkinligi bilan yashashga chaqirgan. Qarindoshlarimiz payg'ambarning keyindan minishga ularga da'vat qilgan. Ularni ana aqidasini, axloqini, hayotini, jamiyatini insondek yashashga, haqiqiy Allohga mansub bo'lgan kimlik bilan yashashga chaqirgan shunday go'zal da'vatlarni qilgan. Shunday yaxshi ishlarni qilgan Nuh alayhisolatu vasallam o'z xalq tarafidan, xalqlarining zolimlar tarafidan zo'rlatilgan. Lut alayhisalom o'z xalqini yomonlik, zulm, gunoh ma'siyat, bachchivozlikdan iborat bo'lgan ig'ir jinoyatlardan cheklaganlik uchun o'z yurtidan qo'langan. Musa alayhisolatu vasallam o'z yurtidan
o'zininki o'sib cho'ng bo'lgan, shahri bo'lgan, yurtidan qovlangan. Yusuf alayhissalatu vassalamni zindonga tashlangan. Yahya alayhissalatu vassalam Alloh rahmi qilsin, Yahya alayhissalatu vassalam o'ldirilgan. Zakariya alayhissalom o'ldirilgan. Ular Aysa alayhissalatu vassalamga suiqasd qilish va yomon planda bo'lganlik uchun Alloh subhanahu va taolo Aysa alayhissalatu vassalamni o'z dargohiga osmonga olib chiqib ketgan. Qarindoshlarimiz, mana payg'ambarlarning hammasi haq hidoyatni, jamiyatni isloh qilishni, o'ziga tava xalqlarni isloh qilishni, o'zining mas'uliyatini ado qilishni birinchi o'rinda qo'ygan bo'lg'achqa, ular shu islohot ilib berish mas'uliyatini eng joyida o'tagan, eng ig'ir badallar kasimi yoki shu yo'lda g'alaba qozonguncha, haq yo'lida natijaga erishguncha yoki haq yo'lda o'zi Allohning oldiga ketguncha, shahid bo'lguncha, Allohning oldiga ketguncha davomliq mustahkam turgan, Alloh oldiki amonatini, musulmonlar oldiki amonatini, o'z xalqi oldiki amonatini, o'z oilasi va jamiyati oldiki amonatini joyida topshirgan. Mushu payg'ambarlarningki birinchisi qarindoshlarimiz yuqorida biz deb o'tgandek Nuh alayhissalatu vassalam. Nuh alayhissalatu vassalam to'g'riliq Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah va laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa'akhadahumut tufanu va hum zalimun. Sura Ankabutning 14-oyatida Alloh subhanahu va taolo bunday degan. Haqiqatan biz Nuh alayhisalomni o'z qavmiga elchi qilib avatdik. Nuh alayhisalom ularda 1000 yil turdi. Lekin 50 yil kam 1000 yil ularning ichida ularga islohot ilib berdi. Ularni haqqa chaqirdi. Ularni haq yo'lida mustahkam turish, zulm, kufrga, shirk, har qanday bir tajovuzchilik va Alloh taolaning haq hudud doirasidan chiqib ketishdan saqlanishga chaqirdi. Chaqirgandan keyin bular payg'ambarining chaqirig'iga faqat oz kishilardan boshqasi payg'ambarning chaqirig'ini qabul qilmadi. Ondan Alloh subhanahu va taolo ularni tufon balasi bilan jazoladi. Nimishqa? Ular Alloh subhanahu va taologa va uning payg'ambari chaqirgan haqqa va xalqlarga, xalqlarning haq kelishiga qarshi chiqib zulm qilganlik tufaylidan, o'zining haqqa qatl qilib unumganlik tufaylidan Alloh subhanahu va taolo ularni halok qildi qarindoshlarimiz. Demak, mana shundaq halokat Xitoy kommunistidek haqni doim yo'q qilishga tirishchilik qiladigan, haqqa chaqiradigan barliq haq tarafdorlari bo'lgan Uyg'ur musulmonlari, ularning ulamolari, ularning rahbarlari, ularning yetakchilari, ularningki barliq har qanday bir haqni o'ttirib qo'ydigan haq egilarini yo'qotish, o'ldirish, ularni yer sharidan qo'g'lab tutishdan iborat bo'lgan mana shundaq zulm tajovuzchiklari bo'lgan bo'lsa-mu, eng oxirida ularmi mana Allohning ularga bergan yer sharidan qochib chiqolmaydi. Shuning uchun xuddi mana shu Fir'avnning qavmiga kelgan halokat, azob ana shundaq Xitoy kommunistlari va ularni qo'llab bergan barliq tajovuzlarga, o'z rozimanlik bilan ularga yordamlashgan tajovuzlarga Alloh subhanahu va taolo tarafdan mushu Fir'avnning ayni vaqtda Nuh alayhissalatu vassalamning qavmi bo'lgan Allohning dushmanlarininki beshiga kelgan shu azob shularga ham kiradi qarindoshlarimiz. Shunga Alloh subhanahu va taolo bizga bu yerda Nuh alayhissalatu vassalamga qarshilashgan zolim kofirlarni halok qilganligini ogohlantirish orqali haq maydonida mustahkam turinglar. Haq mas'uliyatingni ado qilishda ching turinglar. Jamiyatni, o'zingni, dunyoni isloh qilishga ahamiyat berishda, bular o'zingizga topshirgan vazifalarni ado qilishda o'z xalqingizga mas'uliyat bo'lib ching turinglar. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarga ega bo'ladi. Dushmanlaringizga Alloh kifoya qiladigan kuch-quvvat va kifoya qiladigan amaliyatni Alloh o'zi beradi. Ham Alloh o'zi o'ylamagan yerdan dushmanlar ustidan g'alaba ato qiladi deganlikka mana bu oyat orqali bizga Alloh taolo alohida ogohlantirdi qarindoshlarimiz. Ammo eng muhimi Nuh alayhissalatu vassalam ularni to'g'ri boshlash uchun hech qanday bir qo'lida bor qobiliyatdan, qo'lida bor iqtidordan hech birisini tashlab qo'ymadi. Ularni kechirikdimi, kunduzkunlikdimi, maxfiymi, oshkorimi,
har doim islohot qilishga, ularning hayotini haq yo'liga o'zgartirishga, ularni Allohga shirk keltirmay Alloh qalam qul bo'lishga, Alloh avatgan payg'ambarningki topshiriqini qabul qilib, hayotini haqiqiy, go'zal, ma'nilik, o'zining kimligini biladigan payg'ambar bilan birga turib, Allohga haqiqiy samimiy bo'ladigan, Alloh qalam ibodat qiladigan, go'zal, yaxshi axloqliq jamiyat barpo qilishga chaqirdi. Nuh alayhisolamningki mana shunday da'vati har doim har turlik insonlar qiladigan barliq vositaning hammasini qildi. Ular to'plashib o'ltirgan yerga borib baqdi, ham yolg'iz qilib baqdi, lekin qilgan ko'rishi, qilgan islohotini kech kunduz doim bo'shab qolmay, sabri bilan, tirishchanlik bilan har doim Allohning yordam berishiga ishinib mas'uliyatni ado qilishda ching turdi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushu Nuh alayhisolam bilan bo'lgan voqelikni bayon qilib deydiki, Nuh alayhisolam mundaq dedi. Astagfirullah. Va inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa sarru wastakbaru istikbara. Sura Nuh 7-oyat. Haqiqatan men qat'iman har qachon ularni da'vat qilsam, ularni o'zini isloh qilishga, oilasi jamiyatini isloh qilishga, haq hidoyat tarafiga qaytib kelishga, buzg'unchiligini, kufrisini, shirkini tashlashga, haqiqiy o'ziningki kimligini bilib, Alloh taolaning qul ekanligini tunib, Allohga sodiq bo'lishga, payg'ambarga ergashishga, zulm, kufri, tajovuzchilik, gunoh ma'siyat, buzg'unchilikni tashlashga ularni chaqirsam, ularga Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qilish uchun, ularni Alloh subhanahu va taolo gunohlarini mag'firat qiladigan yaxshi amalga Alloh yiqilish uchun ular barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. Ular o'zini kiyimiga o'rnib oldi. Ular nahoq, kufri, jahiliyat, gunoh ma'siyat, tajovuzchilikda ching turdi. Yo'g'onchilik qildi. Istikbara nihoyatda bak amaliy yo'g'onchilik qildi qardoshlarimiz. Deb, mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga Nuh alayhisolamningki o'z qavmi bilan bo'lgan barliq islohot xizmati, da'vat xizmati va tirishchanlikdagi bo'lgan Nuh alayhisolamning vositalarini, Nuh alayhisolamning bergan qurbonligini bizga so'zlab o'tdi. Shuning uchun qardoshlarimiz bizga vosita itilib qolsa, vositani, u vosita itilib qolsa, yana bir vositani, oshkora ish aqmasa maxfiy ish aqmasa, yana bir uningdinmi yangi bir yangilik yaratishga tirishchanlik qilib, har turli shaxsiy guruh, har turli vositani tirishchanlik qilishimiz lozimligini. Hamdaqla shu vaqtdan hozir qadar ayni vaqtda kiyimlari bilan yetib olsa, ayni vaqtda quloqlariga qo'lini tiqib yetib olsa, hozir internet, tor, radio, televizorlarning haq so'zlaydigan batlarini itib etish, ana shu Xitoy kommunistlarga o'xshash haq yurtlarga, Sharq Turkiston zeminiga kirish yo'llarini har turlik yangi saymon vositalarini sotilish orqali itib olish nimaat bo'lgan shunda tajovuzchilik, ana shundaq zulm, ana shundaq yomonlikni qilyotdi. Demak, mana bu shundaq haq qarshi itidigan, to'silgan ish doim qiyomatgacha bo'ldi. Yengilab bostirdi. Lekin biz Allohga yo'linib, ching turib, haqni yetkazishga tirishchilik qilsak, Alloh subhanahu va taolo cho'qim bizga yangi bo'lgan yo'llarni ochib berdi. Shuning uchun qardoshlarimiz, biz Nuh alayhisolamningki amaliy hayotidagi barliq iqtidorini chiqarib, har turli yo'llar bilan haqni yetkazishga tirishchilik qilgan mushu mas'uliyatchiligini bo'libmi yoshlarimiz alohid tunib, biz kelgusi xalqimizni, avlodimizni haqiqiy iymonlik payg'ambar alayhisalom yo'lida mustahkam turadigan, zulm, kufrga va uningki haqni cheklagan barliq yomonliklarga bo'y egmaydigan, o'ziningki haq hidoyat bilan bo'lgan erkinlikini qabul qiladigan va uni yuqori ko'taradigan, o'ziningki ana shundaq zolim Xitoy kofirlari ularningki tajovuzchilik hukmronligidan eng oxirida azaltib bo'lishga mustahkam turadigan, jonliq bo'lgan bir mas'uliyatimizni ustiga ilishga har birimiz tirishchilik qilsak, u vaqtda biz o'zimizga, avlodlarimizga, jamiyatimizga haqiqiy baxtlik bo'lgan
g'albilik bo'lgan bir natijani yaratishga Allohning yordami bilan erisha olamiz. Bo'libmi bizningki dunyoda mas'uliyatimiz davrida, oxiratda mas'uliyatimiz davrida ana shundaq mas'uliyatimizni ado qilib turib Allohga eslab duo qilsak, mushu Nuh alayhisolamning duosini Alloh ijobat qilib, ana zolim kofirlar bo'lgan ayni vaqtdagi Nuh alayhisolamningki qavmidan iborat nahaq zulm kufrni o'ziga asos qilib ching tutib mutakabbirlik qilgan kofirlarni Alloh halok qilgan. Shu hilokatini Alloh subhanahu va taolo hozirmi haq qarshi turishda ching turgan, mutakabbirlik qilgan, hatto o'zini hozir ana shundaq musulmonlar qarshi ilohlik darajasiga ko'tarib kech kunduz tajovuz qilayotgan Xitoy tajovuzchi kommunistlarning mag'lub bo'lish, halok bo'lish, vayron bo'lishini ondan Allohga biz duo qilib tilasak, Alloh ijobat qilib halok qiladi. Xuddi Nuh alayhisolamni o'z mas'uliyatini ado qilib turib Allohga duo qilganda Alloh Nuh alayhisolamningki duosini ijobat qilgandek. Bizlar Nuh alayhisolamning o'rtasida faqat farq, Nuh alayhisolam payg'ambar, Alloh o'z rahmati bilan Nuh alayhisolamni mehribonlik bilan o'ziningki dunyo oxirat baxtiga muyassar qilsin. Biz Nuh alayhisolamning izbosarlari. Faqat bizning farqimiz, biz payg'ambar bo'lmasakmi, Nuh alayhisolamningki ayni vaqtdagi ixlosmand mu'minlarga o'xshash, bizmi ixlosmand mu'minlar. Nuh alayhisolam qo'l ko'targan bo'lsa, shu qo'l ko'targan Nuh alayhisolamning izi bo'lib, bizmi Alloh qo'l ko'tarsak, mas'uliyatimizni joyida ado qilib bo'lgandan keyin bizmi bizdan bila turgan barliq xalqimiz tan qo'l ko'tarsa, cho'qim Alloh subhanahu va taolo shu Nuh alayhisolamning qavmining Nuh alayhisolamningki da'vatini qabul qilmay halok qilinishga, o'zini halok qilishga ilib borgandek, Xitoy kommunistlarining mushu ko'ranglishi, haqni qabul qilg'ili unamasligi, bizning haq-huquqlarimizni e'tirof qilmasligi ularni Allohning azobiga, halokatiga duchor qiladi. U vaqtda andin bizning duoyimiz ijobat bo'ladi. Maqsad avval tirishchanlik ham birga duo qilishimiz. Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar.